Bugungi obzorimizda Arizo 8 gibrid mashinamiz. Arizo 8 gibrid mashinamizda 1.5 turbina bo'ladi. 340 ta ot kuchidan iborat. Bunda ham tok, ham benzinda yurib beradi. Tokda yurish kilometri 125 km bo'lsa, obshi tok bilan aralash yursa 1400 km shahar ichida. Ya'nida 2000 km yurib beradi. Bunda 360 graduslik kamerasi bor, oldi sezgir datchiklari bor, LED faralar, tumankalar bor. Arqa sezgir datchiklari bor, timing signallari bor, sonic kolonka, обрисовкалari kojunli bo'ladi, rullari kojunli bo'ladi. Xohlasangiz rulni qizdirib qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz arqa oldi o'rindiqlari qizdirib qo'yishingiz mumkin. Oldi oyna, arqa oynalari qiziydi, ikkita bokoylari qiziydi. Yozgi kuniga xohlasangiz yaxlatib qo'yishingiz mumkin. Besprovodniy zaryadchiklari bor, bemalol qo'yib qo'yishingiz mumkin. iPhone, Samsung S24 Ultralar o'shalar bemalol zaryadga oladi. HF Sport, Comfort, Eco rejimlarda yurib beradi. 360 graduslik kamerasi bor, aytganimdek ko'rishingiz mumkin. Bemalol ruldan boshqarib, ovozdan boshqarishingiz mumkin. Sirius bor bunda. Bemalol cruise kontrollari bor. Tomida luk bor, panorama bo'ladi. Bu luk bo'lmaydi, panorama. Xolodilniklari bor. Xohlasangiz issiqkunda suv qo'yib qo'ysangiz yaxlatishi mumkin. Arqa o'rindiq masofasi ham katta, ko'rishingiz mumkin. Bemalol o'rtamizda bir qarichiq masofasi bor. Arqa o'rindiqda sovutgichlar bor. Bemalol qo'yib qo'ysangiz, oldingizda qanday klimat kontrolida nastroyka qilib qo'ygan bo'lsangiz, arqada ham xuddi shunday bo'ladi. Aytganimda arqa sidenani qizdirib qo'yishingiz mumkin. 3 ta skorochda bo'ladi arqa sidenalar. Bu tarafida esa bar bo'ladi. Suv qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bemalol qo'yishib. Averbaklari bor, rulda, oldi blisovkada, ikkita yonda, bu taraflarda averbaklari bor, rementlari joyida, hammasi bu tarafda svetlari bor. Bemalol kitob o'qib ketishingiz mumkin, kitobni varaqalab, bu tarafdan svet yopib qo'yib. Balonlari quyma disk balon bo'ladi, 18 lik ko'rishingiz mumkin. Ushbu mashinamiz Arizo 8 gibridimiz oq, jemtuk rangda bo'ladi. Xohlagan rangingizdan qilamiz. Rang uchun alohida mablag' to'lamaysiz. Pulli to'loviga kelsak, buni hozirda narxlari 364.900. Xohlasangiz rastrojkaga, avtokreditda, avtolizing tartibida xarid qilishingiz mumkin. Eng kam to'lovimiz avtokredit bilan rastrojkada 25%, avtolizing tartibida esa 15% to'lab xarid qilishingiz mumkin. Kutib qolamiz hammangizni denovchilar qilib.